Hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz birikma. Birikmani o'tishdan avval biz detal haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Bir xil nomdagi, bir xil materialdan ishlab chiqarish operatsiyalarisiz tayyorlangan buyumga detal deyiladi. Yana bir bor qaytaraman. Bir xil nomi, bir xil materialdan ishlab chiqarish operatsiyalarisiz tayyorlangan buyumga detal deyiladi. Detalga eng oddiy misol bu ruchka oladi desa, ruchkani alohida qopqog'i, ruchkani o'sha tarkibiy qismlarga bo'lingandagi o'sha korpuslari va hokazolar kiradi. Birikma biron bir vazifani bajarish uchun bir nechta ikki va undan ortiq detallarni birikishdan hosil bo'lgan buyumga birikma deb ataladi. Birikmalar ikki turga bo'linadi. Birikma deb ataydigan bo'lsak, birikma demak ajraladigan birikma ajraladigan va ajralmaydigan birikmalarga bo'linadi. Ajralmaydigan birikma deb nimaga aytiladi? Birikmani tarkibiy qismlarga ajratilgan vaqtda biriktirish elementlari buzilmasdan, sinmasdan qayta tiklansa, bunday birikmalarga ajraladigan birikma deb ataladi. Yana bir bor qaytaraman. Birikmani tarkibiy qismlarga ajratilgan vaqtda uning biriktirish elementlari buzilmasa, sinmasdan qayta tiklansa, bunday birikmalarga ajraladigan birikmalar deb ataladi. Ajraladigan birikmalarga rezbali birikmalar, xonali, tishli, birikmalar kiradi. Endi ajralmaydigan birikma deb, agar birikmani tarkibiy qismlarga ajratgan vaqtda biriktirish elementlari buzilsa, sinsa, u qayta tiklanmasa, bunday birikmalarga ajralmaydigan birikmalar deb ataladi. Bunga ajralmaydigan birikmalarga demak payvand birikma, xalq tilida demak bu svarka, yelimli birikmalar, keyin demak bu tartib mixli birikmalar, birikma kiradi. Demak biz birikmalar haqida bir ma'lumotlarga ega bo'lib oldik. Shu bilan birgalikda mana bu ajraladigan birikma ikki turga bo'linadi. Qanday? Demak, buni o'zi qo'zg'almaydigan hamda qo'zg'aladigan birikmalarga bo'linadi. Qo'zg'almaydigan birikmalarga nimalar kiradi? Qo'zg'almaydigan deganda, demak, xonali birikma xotirada ham bo'lsak, demak bu qo'zg'almaydi. Endi oddiy bir tishli birikmalar deb ataladi, shlitsali birikmalarni biz o'sha bir-biriga biriktirgan paytimizda bu
ilgarilanma, qaytma harakat qilib turadi. Demak, qo'zg'aluvchan birikma bo'lib hisoblanadi. Endi demak, ajraladigan birikma rezbali birikmaga, panali birikmaga, tishli birikmaga hamda shtiftli va hokazolarga bo'linishi mumkin. Shu bilan bugungi birikma mavzusidagi mavzuimiz oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.